Assalomu alaykum azizlar. Bu juda ajoyib bir projedamiz. Ikkita etapdan iborat. Va birinchi etapimizning kirishi yashashga tayyor 7 blokdan iborat 11-12 etajdan bu zdaniyalarimiz. Xo'p, ikkinchi etapimiz 5 yulduzli mehmonxona shaklida qurilgan. Ikkitasi rezidans bo'ladi bu binolarimizni, qolganlari yashash uchun. Va kirishimiz shunday kirishinglar bilan katta targoviy sentr, mana Zorli sentr, shularni ko'pchilik biladi. Xuddi shuni kopiyasiday bir deb o'ylasanglar bo'ladi. Undan ham ajoyib kerak bo'lsa. Va bu yerdan metro, atroflar zeleniy zona azizlar. Ichida aqlingizga kelgan 5 yulduzli mehmonxonada nima bo'lsa, hamma sharoit mavjud. Lyuks shaklda bu ikkinchi nimamiz. Nargisi ham xuddi shunday bilyard o'ynaydigan imkoniyatinglar bor. Bowling deysizlarmi, nima kerak bo'lsa, kichkina bir shaharcha deb o'ylanglar. Hamma sharoitlar mavjud. Mana terrasalari bor, shunaqa dubleks uylarimiz bor. Yani bu tarafdan ham ko'rsatib yuboring. Bu etapimizda ham xuddi shu shaklda uylarimiz mavjud. Kimga qiziq bo'lsa, azizlar, biz bilan shunday bog'lanasizlar. Podrobniy hamma narsasini, hamma daniylarni tashab qo'yamiz. Sog' bo'linglar, charchamanglar.